Avvalambor assalomu alaykum, qadrbaland qadrdonlar. Mana biz Toshkent viloyati Bo'ka tumanida edik. Bilasizlar, hozir ham Bo'ka tumanidamiz. 16-yanvar kuni biz kavrak o'simligini yetishtirgandik, ekkandik. Mana o'sha ko'ryapsizlarmi jarayonni? Bu hali 1 yil bo'lmadi. O'sha 16-yanvarda ekilgan ko'chatlarimiz mana. O'sha xudosi 3 yil 4 yildan keyin yaxshigina bu daromad olinadi. Bu yerda bir ustozimiz nimasi yeri. Mana o'sha chop qildiryapti. Bo'ldi, boshqa ish qilinmaydi. Endi xudosi inshaalloh bitta 34% selitra bilan bitta suv quyiladi. Xudosi bu yana ham o'sha ko'tariladi. Yoki siz hali ham o'ylanib o'tirgan bo'lsangiz, o'ylamang, Xudoga tavakkal qilib, Allohdan so'rang, eking. Ko'zingizni ochib yumgunicha birpas o'tib ketadi, soqqan olasiz. Mevali ko'chat eksangiz ham 3-4 yilda hosil olishni boshlaysiz. Shuning uchun sizga ham tavsiya qilib qolamiz, shunaqa ko'chat ekib, mo'maygina Allohga tavakkal qilib, mo'maygina daromad olishni. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, ishlarga omad.